ekanligini his etmay turdi. Qanchadir vaqt shok holatida turdi. Kelib uni futbolchilar tabriklagandan keyin yuz ifodasi ham ancha qiziqarli kechdi. Bravo. Qiziqarli bo'ldi. Bravo Ispaniya. Shunchaki olqishlar, shunchaki tasanno. Ha, mana hozir endi Messining oldiga Pedri kelyapti, boshqalar kelishyapti. Messi endi u menimcha faoliyatini armonsiz yakunlaydi. Shubhasiz. Ikkinchi marotaba titulni qo'lga kiritganda bu umuman endi haddan ziyod dahshatli voqea bo'lardi, ammo bugun ko'rdik dahshatli voqeani Ispaniya ijrosida. Ya'ni ispanlar shunchaki to'pni berishmadi. Mana TikTokga video qilinyapti. Rostdan Ispaniya dominant futbol namoyish etdi. Butun o'yin mobaynida. Oxirgi daqiqalarda himoyalandi. Unda ham vaziyatdan kelib chiqib, butun o'yin mobaynida mana bu inson Luis de la Fuente raqibiga zarba berishga imkon bermadi. Koloni ham tabriklayapti. Ustozini tabriklamoqda. Bu yerda endi bahs kechadi. Bo'ldi, barchasi ortda qoldi. O'sha Angliya-Fransiya uchrashuvida ikki jamoa futbolchilari doira hosil qilib suhbatlashishdi-yu. Mana shunaqa bu yog'iga ishni amalga oshirish kerak. Bu yog'iga barchasi maydonda qoldi. Tarixiy jahon chempionati yakunlandi. Ispaniya chempion bo'lmoqda. Ferran Torres 106-daqiqada gol urdi. Andres Iniesta sharafiga 114 raqamli turli narsalar chop etilgan. Tanga ham chop etilgan. Turli brendlar Ispaniyada faoliyat boshlagan. Endi 106 ham paydo bo'ldi. Chiroyli futbol oxirida bo'ldi baribir. Argentina ham harakat qildi-da chunki. Va ko'z yoshlar ham bo'ladi. Endi Messi yig'lamaydi, lekin u Angliyadan o'tganda yig'lagandi. Misrdan o'tganda yig'lagandi. Mana kichik Yamalmi bu? Boshqami? Ukas shekli Iniestani goli 116-daqiqada kiritilgan ekan. Uncha ahamiyati yo'q. Xabar berdim. Ham butun turnirda o'yinlarni kuzatib bordi Ispaniya terma jamoasi ishtirokidagi. Uning mashhur filmi bor. Qariyalarga bu yerda joyi yo'q. Endi yo'q, endi bu finalga tushmaydi. Avvalgi o'yinlarga tushardi balki, lekin finalga emas. Shunday. Lionel Messi. Rodri ham yig'layapti yo'qda. Bu De La Fuentening quvonchi. U ham juda bir kutilgan darajada, o'sha Conte darajasida reaksiya bermabdi. Menimcha kutayotgandi-da o'zi. Ispaniya golga Paredes. Endi nima farq bor bu o'yindan keyin tashlandi. Bu yoqda Gavi ham tayyor turadi shunaqa narsalarga. Urmoqchi Paredes, yetdimi? Scaloni ajratibdi. Hayron bo'ldim o'zi. Ey, Paredes. Gavi hayron. Gavi bu Yevropada ko'p o'sha Lewandowskilarga ham tashlangan vaziyatlar bo'lgan. Paredes tushib sariq olgan futbolchi. Keyin shu sarig'i borligi uchun o'zini tiyib o'ynadi. Bu Ispaniya boshini aylantirib tashladi. Mana qarang o'sha epizod. Ferran hayron bo'lib qoldi. Go'yo uning o'sha ongida soniyalarga dunyo to'xtadi. Soniyalarga o'sha slow motion kadrga o'tdi uning miyasi va